5-ci bab. Bizga ma'lumki, biz yaşavatgan bu dünyadaki kedir örülüp düşkende, yani tenimizden ayılganda, Adem kolu bilen yasalgan emas, belki erişte Xudo bizga hazırlap koygan bir turalgıga, yani мәңгі mevcut bolduğan bir tenge egi bolimiz. Biz hazırki tenimizde yaşavatkanlığımızdan hasret çekip, eriştiki tenimiznin onun ornunu elişiga intizar bolmaktımız. Çünkü şundula ruhimiz tensiz kamaydı. Hazırki tenimizde yaşavatkan bizle eğir yükle asıda hasret çekmektimiz. Çünkü biz hazırki tenimizden kutulup ölüşke emas, belki çirmez tengi egi bulup məngülük hayatının, ötkünki hayatımızın ornunu erişiga intizar bolmaktımız. Biz intizar boğan hayatlıkka eriştiriş üçün tayarlıgıcı, şundaqla bunun kapalı süpütüde bizge mukaddes ruhni ata kıgıcı del Xudoning özüdür. Şunun için hazırki tendi yaşanımızda Rabbimizning makonida bulamaydiganligimizni bilimiz. Vaholanki Xudoning bizga yangi tan beradiganligidan iborat haqiqatga ishonchimiz komil. Chunki ko'z bilan ko'rgili bo'ldiganga emas, e'tiqodga tayinib yashaymiz. İşençke ega ekanmiz, hozirgi tenimizdan voz kechib, Rabbimizning makonida bo'lishga rozimiz. Qisqasi, mayli bu tanda yashayli yoki bu tandan voz kechayli, nishonimiz yanila Rabbimizni xursand qilishdir. Chunki har birimiz hozirgi tenimizda yashagan vaqtimizdagi yaxshi yomon amaliyatimizga yarasha cho'qim Qutquzguchi Mesih'nin so'roq taxti oldi da hesap berib javobga erishimiz. Rabbimizdan ayminishni bilgan ekanmiz, insonlarni bu haqda qoyil qilishga tirishimiz. Bizning qandoq odam ekanligimiz Xudoga ayon. Vijdoninglarningmi bizning qandoq odam ekanligimizni tonup yetişini ümit kılıman. Bazılarınla aytgandek, özümüzni yana maqtamoqchi emasmiz. Belki sizlarga bizdan maqtanish fursatini bermoqchimiz. Bunun bilan ataqda Xudoning xizmatini qiladigan, teshi pal-pal, ichi g'al-g'al, ashu maqtanchoq kishilarga javob beralaysizlar. Bazılarga nisbatan biz erishib qolganda ko'ringan bo'lsak, kerak yo'q. Chunki Xudo bizning har qanday ishni uning uchun qildiganligimizni biladi. Sizlarga nisbatan bizning aqlimiz joyida. Chunki sizlarning manfaatinglar uchun xizmat qilayotganligimizni bilasizlar. Bizni shunday qilishga qistavotgani Ayso Masihning muhabbetidir. Biz Ayso Masihning hammamiz uchun o'lganligiga ishongan ekanmiz. O'zimizning burun yashab kelgan hayotimizga nisbatan o'lganligimizga ishonamiz. Ayso Masih butkul insonlar uchun o'ldi. Maqsad u ata qilgan yangi hayotga erishganlarning o'zlari uchun emas, belki ularni deb o'lgan ve ölümden tirilgan Ayso Masih üçün yaşasın deganlikdan iborat. Şunun için biz bunundan keyin hech kimga bu dunyoning ko'z qarashi bilan qaramaymiz. Gerçi biz burun mushu ko'z qarash bilan Ayso Masihni faqatla bizga o'xshash bir inson deb qaragan bo'lsaqmi, endi undaq deb qaramaymiz. Bir kishi Ayso Masihga mansub bo'ladigan, u yengidan yaralgan odamdir. Uning konu hayoti oxirlashib, yengsi
boshlangan bo'ladi. Bularning hammasi Xudodandir. Xudo Eyso Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi. Shundaqla bizga kishilarni o'zi bilan yarashishga chaqirish vazifasini topshirdi. Demak, Xudo insonlarning gunohlaridan hisob olmay, ularni Eyso Masih orqali o'zi bilan yarashtirdi. Shundaqla o'zi bilan yarashtirish haqidagi bu xush xabarni bizga omonat qildi. Shunga biz Eyso Masihning vakillari, uningga vakolatan sizlarni shuningga undaymizki, Xudo bilan yarashinglar. Bajoyiki, bu Xudoning biz orqali sizlarni murojaat qilganidir. Xudo bizning Eyso Masih orqali haqqoniy odam deb jakarlanishimiz uchun gunohsiz Masihni gunohimizning qurboni qildi.